90 daqiqa juda har xil davrlarga bo'linib o'tdi deb hisoblayman men. Masalan, xato qildi deb hisoblayotgan futbolchilarimizni ba'zilari yaxshi ham o'yin ko'rsatgan. Nuqtalar bo'ldi, vaziyatlar, daqiqa, soniyalar bo'ldi. Juda qiziq o'yin bo'ldi. Kutilmaga keladigan bo'lsa, masalan, uchrashuvdan avval kimdir menga Eron bilan ikki o'ynaymiz desa, men rozi bo'lardim. Men g'alaba kutdim, tabiiyki, g'alabaga ishondim, boshqa qildim, lekin masalan 2-2 ham yomon natija emas deb buni qabul qilishim mumkin. Lekin o'yindan keyin tabiiyki vaziyatlarni ko'rib turib, raqib jamoani holatini ko'rib turib, balki g'alaba qozonishimiz ham mumkin deyishim mumkin. Lekin buni qarshisida gol o'tkazib yuborganimizda Yusuf bir necha vaziyatlarda qutqarmaganda, balki mag'lubiyatga uchrab qolishimiz ham mumkin. Shuning uchun juda bir qiziqarli o'yin, menimcha o'yinga yarasha hisob bo'ldi. Xato qilgan joylarimiz bo'ldi. Masalan, himoyachilarimiz optimal holatda emasligi ko'rindi. Masalan, o'sha Abduqodir Husanov ham turli platformalarda eng kam ball olgan futbolchi bo'lib. O'yinda xatolar qilgan bo'lishi mumkin, nafaqat u, boshqalar ham. Lekin shu bilan birgalikda ba'zi vaziyatlar bo'ldiki, himoyachilar qutqargan holatlar ham bo'ldi. Masalan, Umar Eshmurodov yoki Rustam Ashurmatov juda menga yoqqan epizodlari bo'ldi. Endi bir xil baholar bo'lmaydi. Qiyin bir xil baholash. Masalan, kimdir faqat negativ yoki salbiy narsani kutayotgan bo'lsa, uni men bera olmayman. Kimdir faqat ijobiy narsa kutayotgan bo'lsa, uni ham bera olmayman. Shunaqa bir 90 daqiqa bu xuddi hayotga o'xshaydi. Yaxshi jihatlari bo'ldi, yomon jihatlari bo'ldi. Shu ma'noda normal o'yin o'tkazdik va bitta qadam tashladik. Ya'ni ortga emas, oldinga hech bo'lmasa kichkina bo'lsa ham qadam tashladik. Masharipov va O'runovning yo'qligini Temur Kapadze qanchalik yopa oldi o'yinda? Nazarimda Masharipovning yo'qligini yopildi. Abbos Fayzullayev to'liq yopdi. Fayzullayev menimcha nafaqat bu Tehrondagi, balki Toshkentdagi o'yin bilan qo'shib hisoblagan bo'lsak, martdagi eng yaxshi futbolchimiz bo'ldi. Fayzullayev o'ziga berilgan vazifani ortig'i bilan bajardi deb hisoblayman. Kreativ, ya'ni yaratuvchilik ma'nosida u juda ham katta hajmdagi ishni amalga oshirdi. O'zi gol urdi, gol uruvchi imkoniyatlar yaratdi. Shuning uchun men Masharipov o'rnini Tehronda to'ldirildi deb hisoblayman va hatto qaysidir jihatlarda Abbosning ustunligi ko'proq foyda keltirgan ham bo'lishi mumkin. Oston masalasiga keladigan bo'lsa, uni o'rnida o'ynagan futbolchi gol urdi. Hojmat Erkinov bu o'z-o'zida aytib turibdi. Oston balki boshqa fazilatlarga ega, uni kuchli jihatlari boshqa, tezlik nuqtai nazaridan, jismoniy kurashlarda, lekin Hojmat ham qolishmadi. Erkinov ham juda yaxshi o'ynadi deb hisoblayman. To'ldirildi, ikkala pozitsiya ham to'ldirildi. Hujumda kecha meni e'tirozlarim deyarli bo'lmadi. Asosan shu e'tirozlar o'yinning oxirgi daqiqalarida, ikkinchi taym ikkinchi qismida himoya uchun bo'ldi, lekin baribir yana ostiga chizib aytaman, ya'ni alohida ta'kidlab aytaman. Kecha terma jamoamiz normal o'yin ko'rsatdi va o'yinga mos natija bo'ldi. Orqaga O'zbekiston milliy jamoasi jahon chempionati masalasini Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinda hal qiladimi yoki Toshkentdami? Birlashgan Arab Amirliklarida hal qilish kerak va Toshkentda bayram qilish kerak. Yaponiya terma jamoasi 7-turda hal qildi va Saytamada 8-turda juda ham katta bayram qilishdi. Havas qildim shunga. Birlashgan Arab Amirliklarida safarda hal qilib, Toshkentda bayram qilish, xotirjam to'ldirib Bunyodkor stadionini qayerda o'tkazilsa, mana shu butun mamlakat bo'lib bayram qilish nasib qilsin deb umid qilaman va ishonaman bunga. Chunki Birlashgan Arab Amirliklaridan terma jamoamiz individual va pozitsion nuqtai nazardan olib qarasak ham kuchli. Va bugun mana murabbiyni iste'foga chiqarib yuboribdi ular g'alabadan keyin ham. Qiziq vaziyat, ular qanday yetib keladi bilmayman, lekin ular qanday yetib kelishidan qat'iy nazar bizning jamoamiz shu birga bir olganda ham va murabbiyimiz ham salohiyatli yetadi deb o'ylayman. Biz safarda g'alaba qozonamiz.